Vaqtidan yarim soat oldin og'iz yopilsa, ro'za qabul bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Demak, ro'zador inson vaqtidan ilgari yoki vaqtiga taqab saharlik qilgan bo'lsa, aynan bu ro'zasi joiz amal hisoblanadi. Qabuliyat masalasiga kelsak, bu Alloh taoloning irodasiga va o'sha ro'zadorlik amaliga, ro'za tutish amaliga bo'lgan harakatlarga va uni to'la to'kis bajarishlikka bog'liq bo'ladi. Hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shu ma'nodagi hadislar keladiki, bu ummat xayriyatda, ya'ni yaxshilikda bardavom bo'ladi, qachonki saharligini kechiktirsa, ya'ni o'sha tong otishiga yaqinlashtirsa va iftorligini tezlashtirsa, ya'ni quyosh botishi bilan iftorlikni tezda qilsa degan mazmunda hadislari bor. Shu hadisdan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, inson bandaligini izhori ma'nosida saharlikni imkon qadar saharlik tugash vaqtigacha olib borib, chanqog'iga yetadigan, uni quvvatiga yetadigan ovqatlanish, ichimliklar ichish harakatlarini, demak, saharlikni oxirgi vaqtigacha kechiktirib olib borgani mustahab amali hisoblanadi. Shu o'rinda yana shu narsani aytib ketish kerakki, iftorlikni ham, demak, quyosh botishi bilan tezroq iftor qilishi, iftorlikni kechiktirmasligi ham mustahab amallardan hisoblanadi.